Assalomu alaykum Yorqinbek o'z kanalining obunachilari hamda chorva ishqibozlari. Bugungi videomiz juft oyoqlilar orasida keng tarqalgan yashur kasalligi haqida. Yashur kasalligi omma orasida oqsul kasalligi deb keng tarqalgan. Oqsul kasalligi belgilariga kelsak, oqsul kasalligi oyoqchiloq bo'ladi, oyoqda yara chiqadi, og'iz bo'shlig'i ko'piradi, og'iz bo'shlig'iga yara chiqadi, so'lak oqadi, aptet o'ladi, ovqat yemaydi aptet. Xo'sh, sizlarga bu narsani davolash yo'llarini internetdan qidirib, maslahat bilan mana shu kasallikni davolaymiz. Xo'sh. Asosan ko'p kishi aytdi, buni har xil antibiotiklar, shunaqangi ukol dorilar bilan davolasa bo'ladi dedilar, lekin bir ustozimizdan so'radik. Ustozimiz margansovka, karolin, yana har xil yara qotiradigan spreylardan foydalansang bo'ladi dedilar. Xo'sh, bo'lmasa biz ishni boshladik. Kuzatishni davom eting. Video yoqsa, manfaatli bo'lsa, like va obuna bo'lish esdan chiqib qolmasin. Biz videoni davom etamiz. Xo'sh, mana bu bakilashkamizga tayyorlangan karolin bo'ladi. Oyoqdagi yaralarni yaxshilab qotirish yo yuvish uchun qilingan. Ehtiyot bo'l. Xuddi mana shu tartibda bo'ladi. Bizlar mana margansovkamizni xuddi rangini mana shu tarzda qilish kerak, chunki bu o'tkir bo'lsa rangi og'zini yanada og'ritishi mumkin. Spreyimizga kelsak, azizlar mana Daisy spreyimiz bor. Mana shu sepiladi. Yo'qmi? Yo'q. Mana bu og'iz yuvish jarayoni. Sepiyorda bu. Sepira. Margansovkani mana shunaqa qilib yuvib olinadi. Yaragacha borish kerak. Bu og'izi polni chayqalishi kerak. Mana endi spreyimizni sepib olamiz. Bo'l. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz bilan Yorqinbek o'z kanali bo'ldi. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'yinglar.